Assalomu alaykum. Xo'p, hozir Dog'istondaman, bilasizlar. Rossiya Federatsiyasining Dog'iston avtonom respublikasida xizmat qilyapmiz, ish olib boryapmiz. Turkiyadagi singari birinchi kun, ikkinchi kun kabi videolarni olganman. Xuddi shu singari, Turkiyadagi singari bu yerda ham olishni istadim. Va ushbu videoni boshladim. Ko'rib turgan issiqxonalaring mening ishxonam hisoblanadi. Bu yerga bodringga kelgan, ana bu ko'rinib turgan vagon esa mening yotoq yerim. Badringlarim o'sib qolgan, mashalloh, ko'z tegmasin. Har bittasi mevani solib yotibdi. Bunchalikka yetkazib olish ham mashaqqatli va qiyin bo'ldi, ammo epladik. Va kunlik ishlar bor, obedgacha 2 soat, 3 soatlik ishlar bor. Ularning mo'ylovini olish kerak, ipga o'rab tarab chiqish kerak. Odatiy kunlik ishlar. Undan keyin esa o'z ustimda ishlash, sport, kitob o'qish va hokazolarni amalga oshirib turaman. Va undan keyin esa mana bunaqa yerlarga chiqib turamiz. Bu yerlar qo'shimcha mablag' manbai hisoblanadi. Ya'ni leva. Shunday joylarga kirishni solib chiqamiz va ishlaymiz. Bu jungli o'rmonlarni eslatadi. Juda o'sib ketgan. Odamni bo'yidan ham baland. Lekin na iloj, ishni qilish kerak. Buni hidi ham juda xushbo'y emas, bilasizlar. Bu pomidorlar qo'lda changlatilganligi sababli yaxshi hosil bermagan. Afsuski, mana bunday sovuqlar ham bo'lib turadi. Bu juda yomon. Chunki bunday paytlarda har 2 soat, 3 soatda kechasi ham qarab chiqish kerak, gaz ko'tarib chiqish kerak. O'zbekistonga o'xshab gaz yo'q emas, gaz porillab yonib turadi, gaz juda ham ko'p. Lekin sovuq tushganligi tufayli biz kabi insonlar ora-orada gazni ko'tarib turadi va bosim tushib ketadi. Undan keyin esa bizga gaz yetmay qoladi. Shuning uchun gazni ko'tarib turish kerak. Shundoqqina yaqinimizda Kaspiy dengizi joylashgan. Ammo borish hali nasib qilmadi. Lekin juda chiroyli joylar. Kemani ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu yer Qashqarlar makoni, yo'g'i Parniklar makoni. Orqasida esa tog'lar bor. Ya'niki Dog'iston. Dog' bu tog'. Ya'niki tog'lar vatani degan ma'noni bildiradi. Bu yerdan ko'p insonlar qumuq tilida gaplashadi. Qumuq tili esa o'zbek tiliga 80%, 90% o'xshash til hisoblanadi. Keyin esa bu yerda mana bunday mollar xotirjam enasini uyida aylanib o'tlab yuradi. Chunki bu yerlar adir joylar. Hech kim mishig'ini pisht demaydi. Xohlaganicha xohlagan yeriga borib, kech kirganda uyiga o'zi oyog'i bilan qaytib borib keladi. Ana shu mollar bilan mening Dog'istonda bir kunim videosini yakunlaymiz. Ko'rishguncha sog' bo'ling.